Bugun men siz bilan juda jiddiy mavzuni gaplashaman. Pensiya jamg'armasi ayrim to'lovlarni to'xtatishi, kechiktirishi yoki qayta tekshiruvga yuborishi mumkin bo'lgan holatlar haqida. Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas. Ota-onasiga pensiya olib berayotgan farzandlar, nogironlik nafaqasi olayotganlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy nafaqaga umid qilib yashayotgan har bir inson uchun muhim. Chunki bir kun kelib hisobingizga pul tushmay qolsa, sababini bilmasangiz eng avvalo vahima boshlanadi. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi? Hozir nima o'zgaryapti? Qaysi 6 ta sabab tufayli to'lov to'xtashi mumkin? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha qo'rqmasligi kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men aniq amaliy qadamlarni aytaman. Qayerga borish, qanday hujjat olish, arizada nima yozish va o'zingizni qanday himoya qilish kerak. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu kabi ma'lumotlar ko'pchilikka pulini, vaqtini va asabini saqlab qolishga yordam beradi. Avvallari ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, ish staji daftarchasi, ariza va joylardagi xodimlarning tekshiruvi asosida yurardi. Pensioner har oy belgilangan sanada pulini olardi. Agar muammo chiqsa, ko'pincha sabab joyida og'zaki tushuntirilardi. Masalan, pochta orqali olayotgan odamga pochtachi hujjatni yangilash kerak ekan deb aytardi, yoki bank kartasiga tushmay qolsa, odam tuman pensiya jamg'armasiga borib surishtirardi. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirilgan. Ma'lumotlar soliq bazasi, FSHDYO, bank, migratsiya, bandlik, sud, notarius, tibbiy mehnat ekspertizasi, mahalla va boshqa idoralardagi elektron bazalar bilan solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytiradi. Lekin yomon tomoni shuki, bazalardan birida xato bo'lsa, ma'lumot kech yangilansa yoki siz xabardor bo'lmagan o'zgarish paydo bo'lsa, to'lov avtomatik tarzda to'xtab qolishi yoki aniqlashtirish holatiga tushishi mumkin. Eng og'ir joyi shunda, odamlar ko'pincha to'lov nega to'xtaganini darhol bilmaydi. Telefon qilsa, tekshiruv ketmoqda deyishadi. Borib so'rasa, bazadan shunday chiqyapti deyishadi. Mana shu sukut, ya'ni sababni ochiq va sodda tushuntirmaslik odamlarni g'azablantiradi. Men bugun aynan shu sukut ortidagi 6 ta asosiy sababni birma-bir ochib beraman. Eng ko'p uchraydigan sabablarning biri bu yashash manzili bilan bog'liq. Pensioner bir joyda ro'yxatda turadi, lekin boshqa joyda yashaydi. Masalan, ona Namangan viloyatida ro'yxatda, lekin qizi bilan Toshkentda yashayapti. Pul bank kartasiga tushgani uchun yillar davomida hech kim bunga e'tibor bermagan bo'lishi mumkin. Lekin tizim yangilansa, manzil, mahalla, ijtimoiy holat yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar solishtirilganda savol paydo bo'ladi. Bu har doim ham noqonuniy degani emas. Odam farzandinikida yashashi, davolanish uchun boshqa viloyatga ketishi, vaqtincha qarindoshnikida turishi mumkin. Lekin pensiya jamg'armasi uchun asosiy masala pensioner tirikmi? Haqiqatan shu shaxs to'lovni olyaptimi? To'lov noto'g'ri odamga ketmayaptimi? Ayniqsa keksalar kartasini farzandiga berib qo'ygan bo'lsa, tizimda shubha paydo bo'lishi mumkin. Oddiy misol. Itib 2 yoshli otaxon pensiyasini kartadan o'g'liga yechib beradi. Otaxon qishloqda, o'g'li esa shaharda. Karta doim shahardagi bankomatdan yechiladi. Bu holatning o'zi jinoyat emas, lekin tekshiruvda savol tug'diradi. Pulni pensioner o'zi olayaptimi yoki uning nomidan boshqa odam foydalanyaptimi? Shu sababli ba'zan shaxsni tasdiqlash yoki yashash holatini aniqlash talab qilinadi. Kim xavotir olishi kerak? Agar siz yoki yaqinlaringiz uzoq ro'yxatdagi manzilda yashamayotgan bo'lsangiz, karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, pensionerning telefon raqami ham boshqa odam nomida bo'lsa, pensiya jamg'armasidan keladigan xabarlarni ko'rmayotgan bo'lsangiz, oldindan borib ma'lumotni yangilab qo'yganingiz yaxshi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar yashash joyingiz, pasport ma'lumotingiz, bank kartangiz, telefon raqamingiz to'g'ri bo'lsa, siz odatda ortiqcha qo'rqmasligingiz mumkin. Ba'zi to'lovlar bor, ular odamning daromadi, bandligi yoki ijtimoiy holatiga bog'liq. Yoshga doir pensiyada hamma vaqt ham ishga kirish to'lovni to'xtatadi degani emas. Lekin ayrim ijtimoiy nafaqalar, parvarish puli, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ayrim holatlar, kam ta'minlanganlik asosidagi yordamlar daromad bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tizim soliq bazasidan sizning ish haqi olayotganingizni ko'rsa, savol tug'iladi. Masalan, bir ayol kam ta'minlangan oila sifatida nafaqa olmoqda. O'zi norasmiy ishlayman deb o'ylaydi, lekin ish beruvchi uni rasmiy qilib qo'ygan. Oyga 20 million 800 ming so'm ish haqi hisoblangan.
tizimda daromad ko'rinadi. Natijada nafaqa qayta ko'rib chiqiladi. Ayol men hech narsa yashirmadim deydi. Lekin bazada daromad bor. Muammo shundaki odam ko'pincha o'z nomiga nima rasmiylashtirilganini bilmaydi. Yana bir misol. Nogironligi bo'lgan fuqaro pensiya oladi va kichik tadbirkorlik ochadi. Tadbirkorlikning o'zi har doim ham to'lovni bekor qilmaydi. Lekin ayrim qo'shimcha imtiyozlar, kompensatsiyalar yoki ijtimoiy yordamlar uchun daromad muhim bo'lishi mumkin. Agar yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati ochilgan, lekin faoliyat yuritilmayotgan bo'lsa ham bazada faol ko'rinishi mumkin. Shuning uchun men ishlamayapman degan gap tizimdagi yozuv bilan mos kelishi kerak. Bu yerda eng katta xatolik odamlar agar aytmasam bilishmaydi deb o'ylaydi. Hozir ko'p narsa bazalarda ko'rinadi. Soliq bank aylanmalari, rasmiy ish haqi, kadastrdagi mulk, avtomobil tadbirkorlik, ijara shartnomasi kabi ma'lumotlar tekshiruvda chiqishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, yashirish emas, hujjat bilan tushuntirish kerak. Daromad bor bo'lsa, uning turi miqdori doimiy yoki vaqtinchaligini ko'rsatish kerak. Ko'pchilik to'lovlar doimiy emas, muddatli bo'ladi. Nogironlik guruhi 1 yilga, 2 yilga yoki muayyan muddatga berilishi mumkin. Agar qayta ko'rikdan o'tish vaqti kelib, xulosa yangilanmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Bu joyda pensiya jamg'armasi ba'zan biz to'xtatmadik, asos bo'lgan tibbiy hujjat muddati tugadi deydi. Oddiy odam uchun esa farqi yo'q. Pul tushmayapti, demak muammo bor. Masalan, 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaro har oy pensiya oladi. Uning tibbiy xulosasi iyungacha amal qiladi. U esa qayta ko'rikka iyulda boradi. Chunki navbat bo'lgan. Kasal bo'lgan yoki xabar bo'lmagan. Shu 1 oy yoki 2 oy ichida to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keyin xulosa yangilansa, ayrim holatlarda qayta hisob-kitob qilinadi, lekin bunga arziza, ma'lumotnoma va vaqt kerak bo'ladi. Parvarish puli masalasida ham shunday. Agar siz keksa, nogironligi bo'lgan yoki alohida parvarishga muhtoj odamga qarayotgan bo'lsangiz, bu holat doimiy tekshiruv talab qilishi mumkin. Parvarish qiluvchi shaxs ishga kirgan bo'lsa, boshqa joyga ketgan bo'lsa, parvarish qilinayotgan odam shifoxonada uzoq yotgan bo'lsa yoki vafot etgan bo'lsa, to'lov asoslari o'zgaradi. Bu og'ir mavzu, lekin haqiqat shuki, tizim aynan shunday hollarda to'lovni tekshiradi. Kim albatta tekshirishi kerak? Nogironlik xulosasining muddati yaqinlashayotganlar, bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandi uchun nafaqa olayotgan ota-onalar, parvarish puli olayotganlar, davolanish sababli hujjat topshirishni kechiktirganlar. Men tavsiya qilaman. Xulosa muddati tugashidan kamida 1 oy oldin tayyorgarlik ko'ring. Tibbiy kartangiz, epikriz analizlar, shifokor xulosalari. Avvalgi ekspertiza qarorlarini yig'ib qo'ying. 4-sabab vafot etgan shaxs nomidan to'lov davom etgani yoki meros masalasi aniqlanmagani. Bu mavzu nozik, lekin juda muhim. Ba'zan pensioner vafot etadi. Lekin uning kartasi yaqinlarida qoladi. Oila a'zolari oxirgi pensiyasi tursa, dafn xarajatiga ishlatamiz deb o'ylashi mumkin. Ayrim holatda qonuniy tartib bor, ayrim holatda esa to'lov vafot sanasidan keyin tushsa, bu noto'g'ri to'lov deb baholanishi va qaytarilishi talab qilinishi mumkin. FHDYga ma'lumoti pensiya jamg'armasi bazasiga kech tushsa, pul avtomatik o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Masalan, bu 10 mart kuni vafot etdi. Pensiya 1-mart kuni kartaga tushdi. Oila pulni yechib ishlatdi. Keyin tizim vafot sanasini ko'rib ortiqcha to'lov deb chiqarishi mumkin. Oila esa bu uning puli edi deydi. Mana shu joyda aniq tartibni bilish kerak. Qaysi davr uchun hisoblangan? Vafot sanasigacha bo'lgan to'lovmi? Keyingi davr uchunmi? Dafn puli alohida rasmiylashtiriladimi? Merosxo'r kim, ariza berilganmi? Pensiya jamg'armasi nega sukut saqlaydi? Chunki vafot, meros, ortiqcha to'lov, bank kartasidan yechish masalalari huquqiy tekshiruv talab qiladi. Ular darhol siz aybdorsiz deya olmaydi. Lekin darhol hammasi to'g'ri ham deya olmaydi. Shu orada odamlar tushunmovchilikda qoladi. Men bunday vaziyatda hech qachon kartadan shoshilib pul yechishni maslahat bermayman. Avval tuman pensiya jamg'armasidan yozma tushuntirish oling. Agar yaqin insoningiz vafot etgan bo'lsa, FHDYdan o'lim haqidagi guvohnomani oling. Pensiya jamg'armasiga xabar bering. Dafn puli yoki o'linmay qolgan pensiya bo'yicha alohida tartibni so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanmay, ariza topshiring. Arizada vafot sanasi, marhumning FHS, pasport ma'lumoti, pensiya turi, sizning qarindoshlik darajangiz va aloqa raqamingiz bo'lsin. Shunda keyin men bilmagandim degan holat kamayadi. Pensiya hisoblashda eng muhim masalalardan biri mehnat staji va shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlardir.
Eski mehnat daftarchalarida xatolar ko'p uchraydi. Familiya bir harf bilan boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana noto'g'ri, korxona nomi o'zgargan, muhr o'qilmaydi. Ishga kirgan yoki chiqqan sana tushunarsiz. Avvallari bu hujjatlar qabul qilingan bo'lishi mumkin, lekin qayta tekshiruvda savol tug'ilishi mumkin. Masalan, ayol turmushga chiqqach familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasining bir qismida qizlik familiyasi, boshqa qismida turmushdagi familiyasi yozilgan. Nikoh guvohnomasi topilmasa yoki bazada ko'rinmasa, stajni bog'lash qiyinlashadi. Natijada pensiya miqdori qayta hisoblanishi yoki aniqlashtirish uchun to'lov vaqtincha ushlanishi mumkin. Bu odamning aybi bo'lmasligi mumkin, lekin hujjat isbot talab qiladi. Yana bir misol. Erkak kishi 1990-yillarda zavodda ishlagan, lekin zavod yopilgan. Mehnat daftarchasida muhr bor, ammo arxiv ma'lumotnomasi yo'q. Pensiya tayinlanganda staj hisoblangan, keyin elektron bazaga o'tkazishda arxiv tasdig'i so'ralgan. Agar arxiv topilmasa, odam men ishlaganman-ku deb kuyinadi. Lekin tizim uchun ishlaganman degan gap emas, hujjat muhim. Bunday holatda arxiv. Sud orqali faktni belgilash yoki guvohlar asosidagi tartiblar masalasi ko'tarilishi mumkin. Bu sabab ayniqsa eski davrda ishlaganlar, bir necha marta familiya o'zgartirganlar, boshqa respublikalarda ishlaganlar, korxonasi tugatilganlar, harbiy xizmat yoki dekret davr hujjatlari yo'qolganlar uchun dolzarb. Men maslahat beraman. Pensiyaga chiqishdan oldin emas, kamida bir necha yil oldin staj hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchasini, arxiv ma'lumotnomalarini, buyruq nusxalarini, nikoh yoki ajrim guvohnomalarini, harbiy biletni tartibga soling. Eng ko'p nizo chiqadigan holatlardan biri ortiqcha to'lovdir. Ya'ni odamga aslida tegishli bo'lmagan yoki noto'g'ri hisoblangan summa to'langan deb topiladi. Bu xato fuqaro tomonidan ataylab qilingan bo'lishi ham mumkin, idora xatosi bo'lishi ham mumkin. Ba'zida kechikish sababli bo'lishi ham mumkin. Lekin natija bir xil. Jamg'arma pulni qaytarishni talab qilishi yoki kelgusi to'lovlardan ushlab qolishi mumkin. Masalan, bir pensionerga 8 oy davomida har oy 300 ming so'mdan ortiqcha hisoblangan. Jami 2 million 400 ming so'm. Pensioner bu pulni bilmagan, oddiy pensiyam oshibdi deb o'ylagan. Keyin tekshiruvda xato chiqadi. Endi savol. Bu pulni kim qaytaradi? Qanday tartibda qaytaradi? Bir yo'li ushlab qolish mumkinmi yoki bo'libmi? Mana shu savollarga odam yozma javob olishi kerak. Yana bir hayotiy vaziyat. Oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola 15 yoshga to'ladi. Agar u kunduzgi ta'limda o'qisa, ma'lum shartlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish haqidagi ma'lumot vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtaydi. Aksincha, bola o'qishni tashlagan, lekin hujjat yangilanmagan bo'lsa, to'lov davom etib ketishi va keyin ortiqcha to'lov deb chiqishi mumkin. Bu yerda har bir oy muhim. Ortiqcha to'lov aniqlanganda eng katta xato janjal qilish yoki umuman bormay qo'yishdir. Men bunday holatda avvalo hisob kitob talab qilishni maslahat beraman. Qaysi oydan, qaysi oygacha, qaysi asos bilan, qaysi hujjatga tayangan holda ortiqcha to'lov deyilyapti, aniq ko'rsatilishi kerak. Agar siz rozi bo'lmasangiz, e'tiroz yozishingiz, yuqori turuvchi organga murojaat qilishingiz yoki zarur bo'lsa sud tartibida himoyalanishingiz mumkin. Endi juda muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchidan, to'lov kechikishi har doim to'xtatildi degani emas. Ba'zan bank texnik muammo qiladi. Karta muddati tugaydi. Hisob raqam o'zgaradi. Bayram yoki dam olish kunlari sabab pul kech tushadi. Shuning uchun birinchi kuni vahima qilmaslik kerak. Lekin 5 ish kuni ichida pul tushmasa, albatta tekshirish kerak. Ikkinchidan, hamma to'lovlar bir xil tartibda emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya, parvarish puli, kam ta'minlangan oilalarga yordam, bularning shartlari turlicha. Bitta qo'shningizga ishlasang ham pensiya olaverasan deyilgan bo'lsa, bu sizdagi nafaqaga ham aynan shunday qo'llanadi degani emas. Uchinchidan, og'zaki javob bilan cheklanmaslik kerak. Sizniki bazada muammo, tekshiruvda, kelasi oy tushadi, hujjat olib keling degan gaplar yetarli emas. Siz yozma ariza topshirsangiz, idora sizga yozma javob berishga majbur bo'ladi. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda o'zingizni himoya qila olasiz. Og'zaki gap esa ertaga isbot bo'lmaydi. 4-dan, karta egasi masalasiga jiddiy qarang. Pensionerning kartasini farzandi ishlatishi hayotda ko'p uchraydi. Lekin huquqiy tomondan pul pensionerniki. Agar pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa, bank va pensiya idorasi orqali ishonchnoma
yoki qonuniy vakillik masalasini to'g'ri rasmiylashtirish kerak. Oila ichida-ku degan gap muammo chiqqanda yetarli bo'lmaydi. 5-dan chet elga chiqish ham ayrim holatlarda tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Odam davolanishga farzandinikiga yoki ish bilan chetga ketgan bo'lishi mumkin. Bu avtomatik ravishda pensiya bekor bo'ladi degani emas. Lekin uzoq muddat chetda bo'lish, yashash joyi, bank operatsiyalari va shaxsni tasdiqlash masalasida savollar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun uzoq muddat ketayotgan bo'lsangiz, oldindan tartibini bilib oling. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Birinchi qadam, to'lov tushmay qolgan sanani aniq yozib qo'ying. Qaysi oy uchun, qaysi sanada tushish kerak edi? Oldin odatda qachon tushardi? Kartangizga oxirgi marta qachon pul tushgan, hammasini qayd qiling. Bank ilovasidan ko'chirma oling yoki bankdan hisob harakati haqida ma'lumotnoma so'rang. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada shunday mazmun bo'lsin: menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa to'lovi falon oydan boshlab tushmayapti. To'lovning to'xtatilishi yoki kechikishi sababi huquqiy asosi, qayta tiklash uchun talab etiladigan hujjatlar ro'yxati va hisob-kitobni yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Arizada FIH, JSHIR, pasport ma'lumoti, telefon raqami, manzil va bank karta yoki hisob raqam ma'lumoti bo'lsin. 3-qadam, hujjatlarni tartiblang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank rekvizitlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, nogironlik xulosasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, parvarish bo'yicha hujjatlar, FHG hujjatlari, qaysi to'lov turiga tegishli bo'lsa, shuni yig'ing. Aslini olib boring, nusxasini topshiring. Topshirgan hujjatingizga kirim raqami oldiring. 4-qadam, agar ortiqcha to'lov deyishsa, darhol hisob-kitobni so'rang. Faqat qarzingiz bor degan gapga rozi bo'lmang. Qancha summa, qaysi davr, qaysi qaror, qaysi hujjat asosida? Agar xato idora tomonidan bo'lgan bo'lsa, buni alohida ko'rsatish kerak. Agar sizning e'tirozingiz bo'lsa, yozma ravishda hisob-kitobga rozi emasman deb murojaat qiling. 5-qadam, yuguri tashkilotlarga murojaat qilishdan qo'rqmang. Tuman darajasida javob ololmasangiz, viloyat pensiya jamg'armasi, tegishli vazirlik, xalq qabulxonasi yoki elektron murojaat portallari orqali yozing. Lekin murojaatingiz hissiyotga emas, faktga asoslangan bo'lsin. Pulimni bermayapti deb yozishdan ko'ra, falon sanadan buyon to'lov tushmadi, falon sanada ariza berdim, javob olmadim, yozma asos so'rayman desangiz, natija kuchliroq bo'ladi. 6-qadam, barcha javoblarni saqlang. Ariza nusxasi, kirim raqami, SMS, bank ko'chirmasi, tibbiy xulosa, ma'lumotnoma, javob xati hammasini bitta papkaga joylang. Ko'pchilik yutqazadigan joyi shunda, gap ko'p, hujjat yo'q. Davlat idorasi bilan ishlaganda hujjat sizning qalqoningiz bo'ladi. Bugun men sizga pensiya jamg'armasi to'lovlarini to'xtatishi yoki kechiktirishi mumkin bo'lgan 6 ta asosiy sababni tushuntirdim. Manzil va shaxsni tasdiqlashdagi muammo, daromad yoki ish faoliyati, tibbiy xulosa muddati, vafot va meros masalasi, hujjatlardagi nomuvofiqlik, ortiqcha to'lov aniqlanishi. Eng muhimi, vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Har bir holatda yozma murojaat, aniq hujjat va hisob-kitob talab qiling. Agar sizda yoki yaqinlaringizda pensiya, nafaqa yoki parvarish puli to'xtagan bo'lsa, izohlarda holatingizni yozing. Qaysi to'lov turi qaysi oydan beri tushmayapti? Sizga qanday sabab aytishdi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan vaziyatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot butun oilaning pensiyasini saqlab qolishi mumkin.